Yana bir qiziq fikrga ko'zim tushdi kanalingizda qashshoqlik va kambag'allikning teskarisi adolat, ya'ni boylik emas degan fikr bor ekan. Nima uchun aynan adolat? Kambag'allikka qarshi kurashishni yaxshi vositalaridan biri bu adolat degan ma'noda ham yozgan bo'lishi mumkin. Va shunday deb ham o'ylayman-da, chunki agar masalan rostdan ham adolatli tizim yaratilsa, adolatli institutlar yaratilsa, ular o'sha jamiyatdagi adolatni to'g'ri qo'yib bersa, kambag'allik o'z-o'zidan kamayib boradigan narsa bo'ladi. Buni biz ko'plab jamiyatlar misolida ko'rganmiz. Ya'ni qanchalik shu adolat ko'paygan sari iqtisodiy o'sish bo'ladi va iqtisodiy o'sish natijasida kambag'allik qisqarib boradi va u narsa mamlakatni deylik qanaqadir farovon hayot kechirishga olib keladi. Va o'ylaymanki, albatta kambag'allikdan chiqishdan birinchi muhim instrumentlardan biri bu adolatni ta'minlash. Demak, to'g'ri iqtisodiy siyosat yuritish uchun adolat kerak, institutlar, qonuniylik kerak jamiyatga va bu o'z-o'zidan kambag'allikni qisqartiradi. Ya'ni buni ta'minlashni o'zi kambag'allik muammosini ham yechadi. Albatta, aynan shunday. Bu qiyinroq masala, odamlarga guruch tarqatishdan yoki uy berishdan ko'ra. Shunaqa. Ancha qiyinroq masala, lekin ta'siri ham ancha chuqur va barqaror bo'ladi. Demak, bunday desak bo'ladi qaror qabul qiluvchilarga, ya'ni agar jamiyatda kambag'allikni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, bizga institutsional islohotlar kerak va eng to'g'ri va qisqa yo'l shu. Qisqaligi ham masalan 10 dan 100 yilgacha-da qisqaligi, lekin qilmasak ham baribir ham shu. Yo'q, ikkinchi yo'lga nisbatan aytyapman-da, misol uchun. Boshqa alternativ ikkinchi yo'l hech qachon olib kelmaydi u yoqqa.